5 oylikdan 6 oy o'rtasi. Shunaqa. Uzoq bo'lsa 7 oy. Bo'lsa. Ha, endi shu 6 oy. Bo'ylariga keladigan bo'lsa, hurmatli ko'ylar, misol uchun mana shu mollarimiz 1 metr yoki 1.5 chiqadi, oldilari 1.15, 1.20 ga borib bormay. Xudo xolasa. Lekin molni bo'yiga, eniga emas, nimasiga emas, oyligiga emas, molni eniga, sifatiga bahoni beraverasiz, xudo xolasa. Hurmatli ko'ylar, kelganingizda har doim ham aytavermaymiz bu gapni, lekin bugun yana qaytaramiz. Onda-sonda shunaqangi aytamizki, akalar, mollarimiz tanlashingizga jicha qiyinroq vaziyat bo'lib qoladi. Sabab qarang, ketdi. Buni oldingiz, nega bunisini olmasligingiz kerak yoki bunisini? Soch ikkalasini qaysi birini tashlab keta olasiz? Mana shunaqa bo'ladi. To'g'ri, hammaning fokusi har xil. Lekin akalar, xudo xolasa, barakasini bersin. Yondirishga, bomba qilishga arzigulik buqalarimiz bor-da, xudo xolasa. Assalomu alaykum.